Assalamu alaikum, aziz vatandaşlarım, kıymetli ustazlar, Milli Hareketimizin fedakar hizmetçileri, hanımlar, efendiler, yığınımıza hoş geldinler. Bugünkü yığınımız sizlerge ve sizler arkalık aziz milletimizge ötken 3 yıllık hizmetlerimizden, mecburiyetlerimizden hesap veriş. Kamçilik, yetersizliklerimiz hakkında tenkidi fikirlerini kabul kılış ve gelecek hizmetlerimiz için kıymetli teklif fikirlerini erişini maksat kıldı. Bununla biraz 3 yıllık bir faaliyetimiz boğaçka, gepler biraz uzak geçsiniz, sabır edip, takat edip, anışınlarını, en ahırda da kıymetli teklif fikirlerini, berişinlerini arzu kılımız. Aziz sabtaşlarım, mutlak köp kısımlarına ma'lum bo'lgandek, Şarkı Türkistan Milli Davası'nın ihtiyacı, halkımızın küçük arzu taleplerine asasen, muhaciretteki Şarkı Türkistan davasının iki çoğun vekillik organı boğan Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı bilen Dünya Uygur Yaşları Kurultayı bunundan 7 yıl aval, o 7 yıl aval. Yani 2004 yılı April'da Germaniyanın München şehirde 4. nöbetlik birleşme kurultayı çağırıp Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin toluk hukukluk merkezi organı boğan Dünya Uygur Kurultayı'na kurup çıkan. Dünya Kurultayı vücuda çıkandan bu yan toplam 6 ketim umumi vekiller kurultayı ötküzdü. Ahırkı vekiller kurultayı 2017 yılı 11. ayda Germaniya'da çağırılıp mevcut rehberlik heyeti vazif tavşırıp algan edik. Nizamname boyunca 2020 yılı 11. ayda 7. nöbetli kurultayımızın çağırışımız gerek idi. Afsuski Ömer Kanat Efendi dep ötkendek Xitoydan tarqalgan vaba bütün insaniyetin hayatını astın kılgandek bizning planlarımızı astın üstün kıvetti. 7. nöbetlik vekiller kurultayının vaktida eşik muvaffaq bolanmadık. Bu yığının çağırışımızın bugünkü mühim sebeplerinin biri muşundur. Ben bugün DOK'ның ötken 3 yıllık hizmetleri hakkında mühim dep qargan noktalar boyunca xulos şekilde beriş bilen birge kamçilikle devam kılatkan mühim programlar, bir kısım gelecek programlarımız hakkında ma'lumot berib o'taman. DOK 6. Vekiller Kurultayı 2017 12. ayının 10. ve 12. günleri München şehirde 20 yakın devletten kelgan 120 resmi vekil ve 30'un artıq parlament azaları, sabık ministerler, xalqaro teşkilatlarının mesulleri ve çetlerlik yüzetkiçilerin iştirak qilishi bilan g'albilik o'tkazildi. 2016 yılın başlap aziz vatanimizde misli görülmegen ağır facialar yüz beriş başlagan idi. 2017 yılının o'tirliq kelganda vatan tuprog'idan kelgan kishini tushirgan qo'rqinchli xabarlar ayrı üzülmey kelishga başladı. 70 yıl ilgari Nazi Germaniyasi yuz bergan hamda hargiz qaytalanmaydigan erkiy qirg'inchilikning bizning vatanimizda qaytadan boshlanganligiga doir usullarni topshirib kelishga boshladik. Yetib kelgan xabarlar bu qirg'inchilikning doirasining keng usulining vahshiy ekanligini ko'rsatib turadi. Erkin dünya bilan bo'lgan aloqasi uzilgan, milyonlagan insonlarning tutqun qilinib, qayta tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lageriga band qilinganligi haqida aniq bo'lmagan uchur butun vatan sirtidagi xalqimizni sarosimaga soldi. Bizning yangi rahbarlikning Dünya Kurultayı'nın mas'uliyatini üstümüzge vaktimiz, mana shunday bir vaqtda tashkilotimiz iqtisodiyotdan intayin aciz, kasbiy xodimlarimiz bek az, ammo tashkilotning yuki, mas'uliyati haddidan ziyoda og'irlashgan bir vaziyatga to'g'ri kelgan edi. DOK'ның dunyoning har qaysi joydagi rahbarlari, DOK tarkibiy tashkilotlar 6 navbatli qurultaydan keyin intayin cheklik imkonlar ichida zo'r fidokorlik bilan faoliyatlarni olib berishga, qurultayda erilgan qarorlarni ijro qilishga g'ayrat ko'rsatdi. Neticede o'tgan 3 yil jarayonida bir qism ko'z ko'rinarli natijalar qo'lga keldi. Mayli DOK'ның faoliyatlari bo'lsin, mayli milliy muajiratdagi umumiy milliy hareketimiz jihatdan bo'lsin, o'tgan 3 yildagi faoliyatlarimizga asosan 21 asrdagi jazo lagerini dunyoga pash qilish, xalqaroning diqqatini, yistashligini, amaliy yordamini qo'lga keltirish, jazo lageridagi millionlagan insonlarimizning hayotini qutqizib qilish nuqtasiga markazlashgan bo'ldi. DOK baş teşkilatlarının dünyanın her qaysi elip bağlan faaliyetlari bilan Uygur davası xalqaroda xeli zo'r taraftar to'plash, hatto xalqaro organlarning siyosatlariga başladı. Birleşken Devletler Teşkilatı dünya devletlerinin Uygur meselesinde rüşen aldı iki ayrılganlığı şahit oldu. Amerika'da kanunlarının çıkanlığı, erkek kırgınçlıkta tonuganlığı şahit oldu.
Ben tövende DUK'nun ötken 3 yıllık hizmetini tövendeki bir qancha asaslı noktalarga yığınçaklap sizlerge taqdim qilaman. Birleşken Devletler Teşkilatı elip bağlan faaliyetler. DUK kurulgandan buyon eng asosli faaliyet dalgalarından birini Uyg'ur meselesini xalqaralashtirish ve bunun için Uyg'ur meselesini Birleşken Devletler munbiriga elib chiqishdan iborat bo'lib keldi. DUK bu jihatda jiddiy faoliyatlar elib bordi. BDT Kişilik Hukuk Kengesinin barlıq yığınlarına iştirak kılıp, bu yığınlarda Uygurlarning kişilik hukuk vaziyetlerinde oturup koyup ötdi. BDT Kişilik Hukuk Kengesi umum yığından başka Ten Cezası Karıştırış Komitesi, Medeniyet, İktisadi, İctimai Haklar Komitesi, Erk Ayrımcılıkını amaldan kaldırış komitesi, Balla Hakları Komitesi, hukukunu umumyüzlük gözden geçiriş yığını Katarlık ve şundakla BDT asıllık milletlerinin biri, yerlik milletlerinin biri, kişilik hukuk sodumun biri, Katarlık umum yığınlarda dokladlar takdim kıldı. BDT'nin alaydı mütehassisleri, alaydı kütükçileri, ya raportörlerine komite azalarından ayrım yığınlar uyuşturup, ularga yazma ve egzaki dokladlar takdim kıldı. 2017 yılı 11. aydan 2020 yılı 12. aygacha bo'lgan 3 yil ichida DUK rahbarlari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın o'xshash bo'lmagan organlarının toplam 21 qatımlıq yığınıga iştirak kılıp, doklad takdim kılıp, Uyghur meselesini noktalık ceza lageri meselesini gün tertip edip geldi. Her kayıt devletlerinin BDT'deki elçikallarını ziyaret kılış, ulanı Xitay hükümetinin 21. yıl koyuvatkan ceza lageri Uygurlarga yüzüvatkan erkek kırgıncılık cinayeti haberdar kılış, bu devletlerini, halkara cemiyetlerini öz mesuliyetini tutup ve bu mesuliyetin ada kılış, türkü buluş katarlı hizmetlerini için tutmuştu. Gerçi bir karamakka Birleşken Devletler Teşkilatı Xitay hükümetinin tesiri astı kalgan biz xiyanetçilik egir bir organda görünsümü ama yanılı dünyanın en mühim meseleleri müzakir kılındıgan, bunun kararları bütün devletler halkaranı alakadar kıldıgan dünyadaki en çok bir organ. Çünkü Xitay hükümeti bu organdaki egirliğini küçültüş için milyarlarca dolar sarf kılmakta. Bizden bu organdaki faaliyetimizi to'xtatish için bütün güç bilen hareket kılmakta. Hatta bazıda bizni şahsen minimum Birleşken Devletler Teşkilatı'dan haydap çıkarış hırsızlarga duş geldik. Ama Xitay qanchalik kuchli bo'lsa-mu, yanıla Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özü xas kanuni prinsipleri bo'lg'achqa uzun müddetlik mücadeledən keyin, keskin kurashdan keyin BDT'ga qayta kirish salohiyatini qo'lga keltirdik. Bu mu Dünya Qurultayı'nın Uyghur davasının Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bir g'alvasi deyish mumkin. Xitoy hukumati lagerini 2016 yılda resmi yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, ama 2018 yılının oxirigacha xalqaro matbuotlarning devletlerinin ve yani dünyanın dikkatini pek tatamagan idi. 2018 yılı BDT erki ayrımcılıkını amaldan kaldırış komitesi Xitay dokulatını gözden geçirişinde BDT mütehassisleri cümleden Douglas Hanım başlık komite azalarının BDT'de 1 milyon Uygur'un ceza lageri kamalgallık meselesi oturup iş bilen bu lager meselesi halkaranın dikkat noktasına ayrılışa başladı. Bunun için 2018 yılı 11. ayının 6. günü yani Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukukunu umumyüzlük gözden geçiriş yığında ceza lageri meselesinin 14 devlet tarafından oturup koyuşu bilen Uygur ceza lageri meselesi Xitay müşür kalanmaydıgan bir hakikat bulup oturup çıktı. Bu yığın Şarkı Türkistan'daki ceza lageri meselesi de dünyanın dikkatini tattan buruluş noktası dep qarash mumkin. İkinci, Avrupa Parlamenti ve Avrupa İttifakı'ndaki faaliyetler. Avrupa İttifakı 27 devletten teşkil tapkan dünyanın en çok iktisadi ve siyasi güçlerinden biri buluşturulan dünya sayesinde halkılık rol oynayan bir birliktir. Şuna Şarkı Türkistan meselesi Avrupa İttifakı'nın her kaysi organları da cümle Avrupa Parlamenti'nin kütlet geriş DUK'nun en mühim ve stratejik faaliyetlerden biri bulup geldi. Bu planını hareket aylandırış için Dünya Kurultayı Avrupa İttifakı'nın merkezi Brüksel'de muntazam hizmetçi hadim belgilep tasdik qilib Avrupa İttifakı'ndaki faaliyetini gündelik ve kesbi hizmet derecesinde elip bardı. Avrupa Parlamento'da 2017 yıl 10. ayda Uygur Dostluk Grubu kuruldu. 2018 yıldan 2020 yıl olan 2 yıl içinde Avrupa Parlamento Uygurlar hakkında məxsus 3 tane karar, Uygur, Tibet, Hong Kong meselesini özüge alan bir karar bulup toplam 4 tane karar kabul kılındı. Avrupa İttifakı'ndaki faaliyetler hakkında birazdan keyin bizim Avrupa İttifakı'ndaki hizmetçimiz Koyun efendi bilen gayr efendi ayrım malumat verip ötüdü. Şunu ben to'xtalmayman. Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki baş tefsir hizmetlerimiz hakkında birazdan keyin bizim Zümrət Hanım doklad verip ötüdü. Üçüncü, hükümet ve milli parlamentlardaki lobicilik faaliyetleri.
Bu qurilgandan keyin har qaysi davlatlarning hukumat parlamentlari bilan bo'lgan munosabatga izchil turda ahamiyat berib keldi. 6 navbatli qurultaydan keyin demokratik davlatlarning hukumat parlamentlari bilan bo'lgan munosabatga texim kuch sarf qilindi. Davlatlarning milliy siyosatlarga strategik manfaatlarga ta'sir qilishning yo'li haqida iznish olib bordik. Bu rəhbərli Avropa İttifaqı a'zo har qaysi davlatlar, Amerika, Kanada, Angliya, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Tayvan, Malayziya, Indoneziya, Tayland, O'rta Osiyo davlatlari bo'lib toplam 31 davlatga ilgari keyin bo'lib ziyorat qilib, bu davlatlarning hukumat, parlamentlari va davlatlarning siyosiy ommaviy tashkilotlar bilan maxsus ilib bordik. Har qaysi davlatlarning hukumat parlamentlariga Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan xatarlik vaziyatlar bo'libmi jazo lager masalasi haqida ma'lumot berish bilan birga ularga maxsus doklad Uyg'ur xalqining orzu talablari sunildi. Amerika, Angliya, Kanada, Italiya, Germaniya, Yevropa parlamenti tashqi ishlar komitetlari, inson huquqlari komitetlariga da takdidan guvohlik yig'inlari o'tkazildi. Bir qism davlatlarning parlamentlarida qonunlar chiqarilib va qarorlar qabul qilinib, milliy da'voyimiz tarixidagi davr bo'lgich hodisalarga shohid bo'ldik. Masalan, Amerika Kongressining chiqarilgan qonun, Amerika hukumatining qarorlari, Kanada parlamentidagi kishilik huquq komitening qarori, Angliya parlamentidagi qaror va boshqa davlatlarning parlamentidagi qarorlar buning tipik misoli. Bu haqda birozdan keyin boshqa rahbarlarimiz ayrim to'xtalib o'tadi. Bu qarorlarning, qonunlarning chiqishida albatta jazo lageridagi millionlagan begunoh insonlarimiz to'layotgan bedellari asosiy rol o'ynagan bo'lsa-mu, yo'q boshliq barliq tashkilotlar, faoliyatlarning elib borgan lobby faoliyatlari, bulutlu lager qurbonlari, Ömer Bakali, Kayragul, Kalbidur Sidiq, Tursunay Ziyavdun, Gülbahar Jalalova, Zümrat Davud, Mirgül Tursun, Gülbahar Hacitova, qatarlıq ve isim atalmagan guvaçılar, ictimai taraqlardagi guvalıqlar, yakki faoliyatchilarning o'zining atalları to'g'riliq sosyal medialarda tarqatgan guvalıqları, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Avstraliya davlatlik tadqiqot instituti qatorliq xalqaro tashkilotlarning, Andriyazan qatorliq mutaxassislarning, Osiyo Uyg'ur, Abdul Ayub qatorliq Uyg'ur mutaxassislar bilan hamkorlik qilgan dokladlarining, Washington Post, New York Times, BBC, CNN, Sky News, Deutsche Welle qatorliq yuzlagan xalqaro matbuotlarning e'lon qilgan hujjat dokladlari, ya'ni ko'p taraflilik tirishchanliklarning buningda muhim rol o'ynaganligiga shohid bo'ldik. 4. xalqaro tashkilotlar bilan bo'lgan hamkorliklar. Dunyo qurultiyi qurilgandan keyin xalqaro tashkilotlar bilan bo'lgan aloqa va hamkorliklarga ahamiyat berib keldik. O'tgan 3 yil ichida hamkorlik uzluksiz davom qildirildi va yuqori bir saviyaga ulashildi. Dunyo qurultiyi uzun yillardan buyon yaqin aloqada bo'lib kelgan xalqaro kechirim tashkiloti, inson huquqini kuzatish tashkiloti, xatar osti xalqlar tashkiloti, xalqaro muhojirlar tashkiloti, vakolat sunnatlashtirish tashkiloti deb yuzlarcha tashkilot bilan bo'lgan yaqin hamkorlik davom qilgan. 2018 yilning oxiri ve 2019 yıldan başlap yukarı teşkilatlar bo'lgan hamkorlikni texnik kuchaytirish bilan birga xalqarodagi ishchilar uyushmasi, savdo birlashmalari, har qaysi diniy guruhlar va dinlar orasi dialogni tashabbus qiladigan tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik shakllantirdik. Yahudi jamoati, Hristiyan jamoati, musulmon, buddist jamoati, ibodat markazlari bilan yaqin ishbirligi olib berildi. Yahudi tashkilotlarining bo'libmi Angliyani markaz qilgan Yahudi tashkilotlarının Uyghur erkiy qirg'inchiligini to'xtatishga o'ynagan rolini alayda o'tishga to'g'ri keldi. Bu haqda birozdan keyin Rayima xonim Angliyadagi faoliyatlar haqida bu to'g'riliq to'xtalib o'tdi. 2020 yili 8 oyda DOQ'ning tashabbusi bilan 74 diniy lider birlashma chaqiriq e'lon qilib, 4 xil dindan tashkil etgan insoniyatni Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirdi. Xalqaro tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatlar birlikte emniyet hareket ettirish, xalqaro seviyede devletler, hükümetler seviyesinde birlikte emniyet seviyesine yükseldi. Mesela 2020 yılı 5. aydan başlayıp Dünya Kurultayı ve DOQ terkip teşkilatlarından Uygur Hukuk Programısı, Uygur Hareketi, Amerika Uygur Cemiyeti qatorliq Uygur teşkilatlarının birlikte seferber kılışı bilen mecburi emgekini to'xtatish xalqaroliq hamkorlik gruppasi qurib chiqilib, birlikte ish elib berish başlandı. Bu hamkorlikning ichida hozir 70 Uyg'ur tashkilotini o'z ichiga olgan boshqa xalqaro tashkilotlar bo'lib toplam 380 dan ortiq tashkilot birlikda Sharq Turkistondagi majburiy emgakni oxirlashtirish harakatini qanot aydirmoqda. 2019 yildan boshlab
Avrupa Alem Boşluğu İdaresi bilen Şarkı Türkistan'daki lagerlar, turmalar, mecbur emgek orunu tepçik için birlikte tadqiqat programması yapmakta. Aslında biz öz aldığımızda bundak bir tadqiqat yapmak için 100 milyonlarca dolara ihtiyacımız var. Oluşu mümkün ama bu insaniyetinin bizga qilayotgan yordamlarining birisi. Bundan başqa, xalqaro tashkilotlar bilan birlikda muhokama yig'ini uyushtirish, doklad tayyorlash, birlikda namoyish qilish, norozilik faoliyatlari, matbuot yig'ini uyushtirish qatorliq ko'plagan faoliyatlar olib berildi. Huquq rahbarlari nurg'unlagan xalqaro tashkilotlar, partiya, tadqiqot organlari, universitetlar, parlament a'zolarining taklifi bilan yuzlarcha xalqaro yig'in qatnashib, Sharq Turkiston haqida o'xshamagan temalar bo'yicha doklad berildi. 5. Matbuot, bayonot, tashviqot xizmatlari. Şarkı Türkistan davasının xalqarodagi ovozi bo'lishi bilan Dunyo qurultiyi halqiliq paytda muhim voqealarga nisbatan Uyg'ur xalqining manfaatini chiqish nuqtasi qilib, vaqtida bayonot, taqiq e'lon qilishga alohida ahamiyat berib keldi. Xalqaroda yuzlagan siyosiy voqealar Xitoy va Sharq Turkiston vaziyati munosabatli hodisadan yaqinda kuzatib, darhol inkas qaytirib, bayonotlar e'lon qilib, Dunyo qurultiyining maydonini o'tirib qo'yishdan iborat muhim vazifasini ado qildi. Bu meselede bizden bayanatçımız Dilşat Kırışet, xalqaro matbuotlarda sizlarni ko'rgandek her günü avazını görüş mümkün. Dünyada bayanatlankanda reallıkni aks ettirishga, xalqaroda eng to'g'ri va eng ishonchli uchurlarni taqishga alohida diqqat keldi. Shunga bugungi kunda duq e'lon qilgan bayonotlar mayli xalqaro matbuotlarning bo'lsin yoki xalqaro tashkilotlarning bo'lsin, hatto davlatlarning bo'lsin, diqqat e'tiboriga ishonchsiz erishib kelmoqda. Duq tarqatgan uçurlar, doğru uçurlar deb qabul qilinmoqda. Dunyoning har qaysi joylaridan duq rahbarlarini o'zdir turish davlatlardagi gazet jurnallar, radio televizion organlari bilan yaqin munosabat qurishga tirishib, Uyg'ur masalasining xalqaro matbuotlarda belgilik ta'sir qo'zg'ashini qo'lga keltirishga keldik. Bugun xalqaro matbuotlarda dunyo huquqiga oid xabarlarni har kuni onlarcha xabarni har xil tillarda uchirib turamiz. Dünya qurultiyi onun başka Uygurca, İngilizce, Nemisçe, Fransızca, Türkçe, Rusça, Xitayca, Japonca, Arapça ve İspanyolca bulup 10 xil tilda tor beti yol qo'yish bilan birga Twitter qatorliq ijtimoiy taraqlardan unumli foydalanib keldi. 2010 yildan boshlab ingliz tili tarqib kelgan oylik xabarnoma har oyning birinchi haftasi qarorlik holda hukumat, parlament, xalqaro tashkilot, matbuot tadqiqot markazlariga yo'llanmoqda. 2018 12 ayından başlayıp Dünya Qurultiyi Duq televizyosunu yol qo'yib, dastlab haftalik xabar 2019 8 ayından başlayıp kunlik xabarlar programmasini yol qo'yib keldik. Tashviqot soyasidagi xizmatlarimiz haqida birozdan keyin Farhod Muhammad Efendi ma'lumot berib o'tadi. Doklad va tadqiqot xizmatlari bugungidek nozik va halqiliq bir mezgilda dunyoni pokitlik, qoyil qilish kuchiga ma'lumot bilan ta'minlash, Xitoyning yolg'on paketlarga taqobil turish uchun paketlarga, hujjatlarga tayinish to'g'ri keldi. Shunga Duqning bu noktada alayda ahamiyat berib, ilmiy tekshirish dokladini tayyorlab, nashr qilib, xalqaro tashkilotlarga, hukumatlarga, tashviqot markazlariga, matbuotlarga taqdim qilib keldi. Bu dokladlar xalqaro organ, davlatlar tomonidan ishonchli material manbasi sifatida qabul qilinib, foydalanish qilmoqda. Duq tomonidan tayyorlangan dokladlar BDTning har qaysi organlar tomonidan qabul qilinib, BDT Xitoy hukumatini xalqaro ahdnomlar bo'yicha tekshirish olib borganda bu dokladlarning foydalanish materiali manba ishlanmoqda. Hozirgacha Duq tomonidan BDTning ahdi organlariga yo'llangan 8 bosh doklad BDT tomonidan qabul qilinib, BDT to'rbatlarida e'lon qilindi. Hozirmi o'sha yerlarni ko'ra olasizlar. Dunyo qurultiyi 2005 yildan hozirgacha har xil temalar bo'yicha to'plam 40 parcha maxsus doklad nashr qildi. Buni Dunyo qurultiyining to'rbatlaridan ko'rish mumkin. 7. Duqning Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash va kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash programmasi. Dunyo qurultiyi 2007 yildan buyon olib borgan sistemli faoliyatlardan biri Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash programmasidan iborat. Sharq Turkiston milliy davosini xalqaro saviyada olib berish, tashkilot rahbarlarining va milliy davo sifatidagi siyosiy faoliyatchilarimizning kasbiy saviyasini yuqori ko'tarish, bo'libmi Uyg'ur yoshlarini tarbiyalashga alohida ahamiyat berib keldik. Amerika Demokratiya ilgi surish fondining moddiy qo'llashi bilan hozirgacha Washington, Tokio, Sidney, Adelaide, Melbourne, Den Haag, Stockholm, Oslo, Brüksel, Berlin, München, Cenve, İstanbul, hatta Bishkek şehirlerinde bulup toplam 16 qatim tarbiyalash kursi o'tkazdik. Bunun 6 qatimligi keyingi 2 yil ichida elib berildi. Bu kurslar tarbiyalangan, o'zimiz tarbiyalagan yoshlarimizning bir qismi bugun
Şərq Türkistan milli davasında aktif tayanç rol oynamakta. Hatta Dünya Kurultayı'da Zümrət Gayr Uyghur hareketinde Babır Okşayış inlerimiz şu biz terbiyeleyen yaşlarımızın içinde. Dünya Kurultayı'nın Uyghur rehberinin terbiyeleş programısı Muhacirat Şərq Türkistan Milli Hareketi tarixideki tuncu bir başlangıç bulup milli dava bilen şug'ullanib kelgan Uyghur tashkilot rahbarlari tunji qatim Uyghur milli hareketini xalqaro qonunlarga, huquqlarga tayandirib berishning sistemlik nazariy bilimlarga ega bo'lgan bo'ldi. 8. Muhojirlar xizmati soyasida. To'q garchi yordam tashkiloti bo'lmasakmi, biz da'vo tashkiloti bo'lsakmi, ammo muhojirlar masalasida dunyoning har qaysi joylarida ko'plagan xizmatlarni olib bordik. Xalqimizning dunyo qurultiyiga bo'lgan ishonchi, umidning yuqori ko'tarilishi bilan dunyoning nerede bo'lsin qiyinchilik duch kelgan har qanday bir Sharq Turkistonlik dunyo qurultiyining yordamiga murojaat qilish boshladi. Do'qmo qanchalik qiyin sharoit bo'lsin bu vatandaşlarga imkoniyat yordam qilish keldi. Hatto jiddiy ahvollarda maxsus adamat deb bu yerdagi muhojir yurtdoshlarni yo'qlab, ularning masalasini hal qilish uchun tirishchilik ko'rsatdi. Iqtisodiy qiyinchilikni hal qilish tirishib keldi. Siyosiy panohlik tilaguvchilarning masalasini tezroq hal bo'lish uchun BDT Muhacirlar Yüksek Komisarlığı, Ula Turuş Devletlerinin hükümet kadımları, elçikallarından görüşüldü. Xalqaradagi muhacirat tashkilotlarning yordamini qo'lga keltirishdi. Koronavirus jarayonida xabaringlar bor, Dunyo qurultiyi va dunyodagi 40 dan ortiq tashkilot, Turkiyadagi Ma'rif jamiyati, tashkilotlar birligi, xalqaro Uyg'ur akademiyasi qatorliq va undan boshqa 40 dan ortiq tashkilot birlashib bir kriz markazi qurib toplam 155 bin dolar pulni xalqimizga keyin Şükür Foundation bilan birleşip 200 bin dolardan artıq pul toplab xalqimizga taqdim qilindi. Bugungi kunda Tayland turmusida 54 nafar Uyg'ur muhojir tutilmoqda. Ularga inson yordam qilish va bexatar o'lkaga o'rnalashtirish uchun dunyo qurultiyi tirishchilik ko'rsatmoqda. Maxsus belgilangan xodimlar bu vaqtda xizmatlarini hozirda davom etmoqda. Xabaringlar 2017 yilda 11 ayda biz yangi vazifani topshirib berib, bir haftadan keyin 11 tane qarindoshimiz Qashqar. Bularni qutuldirish uchun dunyo qurultiyi darhol 2 kundan keyin 2 adam avatib 2 oylik jafoliq xizmatlarida bu 11 tane qarindoshimiz qoldi ki bular Turkiyaga salomat o'rinlashdi. Ya'ni bu operatsiyani muvaffaqiyatli o'rinladik. Turkiyada qo'llarida pasport bo'lmagan, kelishiga qarong'ilik turayotgan bir qancha ming muhojir qarindoshlarining masalasini hal qilish uchun dunyo qurultiyi muhojirlar komiteti ciddi hareket yapmadı. Bexatar 3. yönet ötkeş için ötken 2 yıldan buyon bazı ciddi görüşümler elip verildi ve belli oldu. Bunun tehi neticesi çıkıyor ama inşallah pat yakında yaxşı haberler bulup kalıdı. Muhacirlar meselesi nazik ve insanlarımızın hayatını verip takıştırılan meseleler bu başka bu hafta köp münazara kılış zürriyeti yok da oylayman. 9. Medeniyet Muharip İçtimai Faaliyetler sayesinde. Medeniyet Muharip İçtimai Faaliyetlerine alaylı itibarı verip geldik. Cumhuriyet günü, tarih, dini, milli bayram günlerimiz münasebetiyle dünya qurultiyi seferberlik qilib, her qaysi devletlerde o'xshash bo'lmagan şekilde hatırlash faaliyetleri o'tkazdik. Bu faaliyetler her qaysi devletlerde Uyghur medeniyetini tunushtirish, vatandaşlarımızın cümleden yaş o'smirlarimizning vatanperverlik ruhini kuchlantirishda muhim rol o'ynadi. Ana til musobaqasi, milliy marsh o'qish musobaqasi qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirishga ahamiyat berdik. Duq rahbarlar har qaysi davlatlardagi ana til maktablarini ziyorat qilib, ularga bo'lgan qo'llashlarini namoyon qilib keldik. Bundan boshqa muhojiratdagi milliy hareketimizda namoyish qilish, Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligimizni, g'azab nafslarimizni ifodalash jihatda muhim bir faoliyat shaklimiz bo'lib keldi. Duq chet el faoliyat yapayotgan tashkilotlarimizning namoyish va shuning o'xshash tinch shaklda norozilik faoliyatlarini qadam birligi bilan bir tutash elib berishni ishqashudi. Barin inqilobi, G'o'ljir va inqilobi, Urumchi qirg'inchiligi o'xshaydigan xotir kunlarda va vatanda tuyuqsiz yuz bergan voqealarda bir tutash chaqiriq e'lon qilib, barliq tashkilotlarni o'xshash kunda norozilik faoliyatini safarbar qildi. Jazo lageri yo'l qo'yilgandan keyin dunyoning bu masalaga yetarli diqqat qo'zg'alganligi bizni yangi usul, yangi taktikalar haqida o'ylashga majbur qildi. 4 aylık ciddi tayyorlik xizmatini ishlash orqali 2018 yil 4-oyning 27 kuni Yevropa ittifoqining oldida 5000 kishilik zo'r ko'lamli namoyishni muvaffaqiyatga kelib bordik. Yana 2018 yil 11-oyning 6 kuni Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida 3000 kishilik zo'r ko'lamli namoyishni talbiga kelib bordik. Bu namoyishlar Yevropa davlatlarini asos qilgan holda davlat namoyishlarga 20 mingdan ortiq davlatdan Uyg'ur faoliyatchilar ishtirok qildi. Bu namoyishlarning ta'siri mayli xalqaro bo'lsin, matbuotlarda bo'lsin, mayli o'z xalqimiz
olsun zor ta'sir paydo qildi. Bu namoyishlar Yevropa Parlamentining Birleşken Devletler Teşkilatı'na hareket etishda belgilik ta'sirli rol o'ynadi. O'xshash shaklda 2014 ayning 16 kuni Dünya Qurultayı Baş Teşkilatlarının birlikte uğurlaştırışından Washington'da bir qancha yüz kişinin qatnaşışı bilen Kanada'daki qarindoshlarimiz alayda rol oynadı. Çoğun kölemlik namoyish Washington'da o'tkazildi. 10. Dini hizmetler sayesinde Dünya Qurultayı maxsus din ishlar komiteti ta'sis qilib, diniy faoliyatlarga alohida ahamiyat berib keldik. Faoliyatlarimizda millatimizning diniy hissiyotlarga hurmat qilish, yosh avlodlarimizni diniy va milliy ruh bilan tarbiyalash programmasini yo'l qo'ydi. Qurbaniyet, Roziyet, Ramazan ayları qatarlıq dini günlerde barlıq teşkilatlarını dini murasimlar ötküzüp seferber kıldı. Mübarek Ramazan ayında çetet diplomatları, hükümetleri, parlament a'zolari, matbuotni shundoqla Müslüman teşkilat rehberliğini teklif qilib maxsus iftar faaliyetleri uğurlaştırıp geldi. Bu faaliyetlerden paylanıp Şarkı Türkistan dini vaziyet haqida ma'lumot berish, ularning istaşlığını, diqqat itibarını qo'zg'ashga harakat qildik. Bunun başka dini işler komiteti bivasita xayr sahavat işlerini elip veriştirişti. Tadı fikri yığış, kurbanlık toplaş programını yol koyup Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Mısır, Afganistan qatarlıq devletlerde iqtisadi qiyinchilikda bo'layotgan qarindoshlarımızga kurbanlık avatish ve başka insani yardım faaliyetlerine qanot yaydirdi. Bundan başka 2018 11 yaqilgan Şarkı Türkistan Milliy Kengash yig'inida elingan mühim qarorlarning ro'yi bo'yicha Müslüman devletlerde xalqarалық İslam teşkilatları bilen bo'lgan aloqani qurish, kuchandirish ahamiyat berib keldi. Bu haqda birazdan keyin Doktor Erkin Ahmet Efendi qisqa ma'lumot berib o'tdi. 11. Xalqaro qonunlar doirasida ilib berilgan qonuniy kurashlar. Xitoy hukumatiga qarshi yurilayotgan kurashimiz negizdan olganda haq-huquq kurashidan iborat. Sharq Turkistonning ozodligini qo'l qilish bizning tabiiy haqqimiz. Erkinligimizni qo'l qilish tabiiy huquqimiz. Ammo bu haq, huquq hargizmi o'zligidan kelmaydi va berilmaydi. Bu kurash bilan elingan haq va huquq bizning muvajirat elib berayotgan siyosiy diplomatiya kurashlarimiz yuqorqi haq huquqimizni qo'lga jarayonda bosmasak bo'lmaydigan bir bosqich. Xitoy hukumati qanchalik vahshiy, muhtiyam va kuchli bo'lishiga qaramay, bizni boshqarishni qonuniy asoslarga tayanib turishyapti. Vatan ichida bo'lsa 21. asrdagi jazo lagerini terrorizm va radikalizm qarshi turish bilan paydaslab 2016 birinchi oyda ijro qilib boshlagan terrorizm qarshi kurash qonunini tatbiqlayotdi. Ta'tillarda bo'lsa xalqaro organlarning ta'sirini kuchaytirib, xalqaro qonunlar bo'yicha da'voyimiz zarb berishga urinadi. Xalqaro qonun, xalqaro organlarni bizga qarshi ishlatilgan vosita qilib urinib keldi. Buning tipik misoli Birleşken Devletler Teşkilatı, Interpol, her qaysi devletler bilan tuzgan ve tuzish olib turgan jinoyatchilarni almashtirish qonunlari. Xitoy hukumati 2002 yilda Sharq Turkiston Islom harakatini g'albilik oldi Birleşken Devletler Teşkilatı terrorist teşkilatlar tizimiga kirgizdi. Bu vatan ichi sirtdagi milliy da'voyimizni nurg'ulg'an qiyinchiliklarga olib keldi. 2003 yil chet eldagi 4 tashkilot 11 shaxsni terrorizmlar tashkiloti tizimiga kirgizdi. Bu 11 shaxsni Interpol Xalqaro saqlash tashkilotining xalqaro tutish buyrug'i chiqarilgandan keyin nurg'un avorgarchiliklarga duchor bo'ldik. Men shu 11 shaxsning biri bo'lishim bilan nurg'un avorchiliklarga yo'liqdim. 7 davlat tutqun qilindim. 11 qatim har qaysi davlatning chegarasidan qaytarib etildim. Hatto Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınlarından haydab chiqarildim. Ruhning boshqa rahbarlarini o'xshash bo'lmagan darajada bundaq avorchiliklarga duchor bo'ldi. Xitoy degandek cho'ng bir davlat. Cho'ng davlat bilan dunyo qurtidagi bir tashkilot xalqaro qonun doirasida kelish mumkin emas edi. Ammo biz bu yo'ldan voz kechmadik. Dunyoda qisman bo'lsa-mu adolatning qonunning borlig'i ishinib, qonunlar doirasida huquqimizni qo'lga ilishtirishdik. Ruhning eng cho'ng qonuniy g'albalaridan biri 2018 yili 2 oyda Interpol'dan mening ustimdan chiqarilgan xalqaro tutuq buyrug'ining o'chirilishi bo'ldi. 21 yillik kurashning natijasi. 2020 yili 11 oyda Amerika hukumati Sharq Turkiston Islom harakatini terrorist tashkilotlar tizimidan o'chirildi. Bu milliy da'voyimizning 2020 yillik eng cho'ng g'alabalaridan biri. 2020 yili 6 yanvar 7 kun Amerika prezidentining imzosi bilan rasmiy qonunga aylangan qonuniy Uyg'ur davosining qonun jihatdan kafolatiga qilganligining tipik misoli. 2021 yil 1 oyning 19 kuni Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo'ning Sharq Turkistondagi zulmni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jazolashi va Kanada parlamenti hukumatining irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishi
21. asrdagi yalnız Uyg'urlar tarixi emas, insoniyat tarixidagi cho'ng bir voqea. Xitoy hukumatining jinoiy qilmishidan xalqaro sudda javobgarlik tortishning yo'llari ustida 2018 yildan boshlab jiddiy iznishga boshladik. Ko'plagan advokatlar, qonunchilar, sudchilar bilan elib borgan uchiqlar natijasida Xitoy hukumatini xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va yoki xalqaro adolat divonida sudlashning mumkinchiligi yo'qligi o'tirib chiqdi. Boshqa yollar ustida iznish orqali Xitoyning jinoyatini hozir qavalda faqat tarafsiz xalqaro sud qurish orqali ayblashning birdan-bir chora ekanligi muayyanlashtirildi. Oxirida Dunyo qurultiyi 2020 yil 6-oyda sobiq Yugoslaviyaning prezidenti Milosevichni sudlagan boshlovchi Jeffrey Nice apandiga murojaati bulundu. Bir qancha oylik muzokara tekshirishdan keyin bu kishi arzimizni qabul qilganligini bildirdi va 9-oyning 4-kunisi Londonda Uyg'ur xalq sud mahkamasi qurilganligini jakoladi. Bu sudning tayyorlik ishlari davom qildi. 2-oyning 4-kuni, ya'ni 2 kun ilgari bu sud matbuot yig'ini o'tkazib, tunji sudini 5-oyning 7-kundan 10-kunda Londonda o'tkazganligini jakoladi. Bundan boshqa 2022 yillik Beijing qishliq olimpikni to'xtatish uchun Dunyo qurultiyi olimpik sudiga va xalq olimpik axloq sudiga arz sundu. Buningda Kanadadagi qarindoshlarimizning o'ynagan roli zo'r bo'ldi. Xolisan tashkillanib, mushu arzni Dunyo qurultiyining sunishi uchun bizga madadkor bo'ldi va nurg'un faktik materiallarni to'pladi. Afsuski bu arzimiz rad qilinishga uchradi, ammo Olimpik komissiyadagi da'voyimiz davom qilyapti. 2-oyning 3-kuni, ya'ni 3 kun ilgari Duq boshchiligida 180 xalqaro tashkilot birlikda birlashim bayonotini qilib, Olimpik komitetiga bo'lgan noroziligimizni ifoda qildik. Xitoy hukumati Dunyo qurultiyi iqtisodiy shakatni cho'katish, Duqqa kelayotgan iqtisodiy yordamni uzib tashlash uchun markaziy Londonda bo'lgan World Check, ya'ni dunyoni tekshirish degan dunyo iqtisodini baholash gapisiga Dunyo qurultiyining rahbarlaridan meni, Ömer Qanotni, Mehmet To'xti qatorliq Duq rahbarlarining ustidan shikoyat qilib, dilo turg'izib, 2016 yili terrorist tashkilotlar bilan chetishlik bor tashkilotlar qo'ygan. Bu sababdan bizning London ishxonamizning bank hisobi arkaz qilinib, yo'llangan pullar to'ng'itib qo'yildi. Biz 2019 yildan buyon buni bayqagandan boshlab Angliyadagi advokatlar shirkati bilan hamkorlashib, Dunyo qurultiyini bu xudlikdan chiqarib o'tish va to'lam to'tish uchun World Check ustidan qonun arzi beryapmiz. Bu arzimiz davom etadi, ammo dastlab qadamda g'albilik natijaga erishdik. Bizga $11,000 Amerika dollari qiymatida to'lam to'lashga ma'qul bo'ldi. Lekin biz buni qabul qilmadik. Qora tizimlikdan tamoman o'chirishni talab qilib, da'voyimizni davom etamiz. Ya'ni bular huquqiy da'volar, qonuniy da'volar. 13-chi, da'voyimizni kasbiylashtirish ve tashkiliy qurilmani kuchlantirish xizmatlari. Muajiratki milliy harakatimiz uzun tarixiy jarayonga ega bo'lsa-mu, ammo mukammal tashkiliy qurilma shakllantirolmasdak, egri yetersizliklarimizdan biri bo'lib keldi. Buning har xil siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sabablari bor. 2004 yili bütün tashkilotlarini bir mezgil ostiga to'plab, mukammal tashkiliy qurilma qurish maqsadida qurilgan edi. Keyingi yillarda har xil yo'llar, maqsadlar bilan vatan sirqiga chiqqan Sharq Turkistonliklarning ko'payishi bilan milliy da'voyimizda ham kuchlanish, ham murakkablanish vaziyati paydo bo'ldi. Tashkilotlarning soni tez qadamda ko'paydi. Parnikda sun'iy surilgan yildizi yo'q ba'zi tashkilotlar paydo bo'lishga boshladi. Bu milliy da'voyimizning sog'lom taraqqiy qilishi merkezi tashkiliy qurilmani kuchlantirishda belirli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishga boshladi. Ammo qandaqli bo'lmasin, mushtlaq bir murakkab vaziyat ichida milliy da'voyimizni sog'lom qadamlar bilan birlik, ittifoqlik ichida ilgarilayotdi deb aytalaymiz. 2018 yil 11-oyda chaqirilgan Sharq Turkiston Milliy Kengash yig'inida e'lonlangan qarorlarni ijro qilish yo'nalishida ta'tillardagi mutlaq ko'p qism asosli tashkilotlar birlik ichida harakat qilyapmiz. Bo'libmi 2021 yil 4-oyda Sharq Turkiston tashkilotlar munbiri tashkil qilingandan keyin muajiratdagi 95% ortiq tashkilotlar ishni birlikni amalga oshiradigan vaziyat shakllandi. Bu haqda birozdan keyin ma'mur raisimiz Farhod Muhammad haqida to'xtalib o'tdi. Men Dunyo qurultiyining tashkil qurilmasi haqida bir qancha Dunyo qurultiyi 33 nafar ijroiy komiteti a'zosi bilan 15 davlatda faoliyat olib berayotgan, ya'ni 15 davlatda o'zining tashkiloti bo'lgan mutlaq ko'p qism ijroiy komiteti a'zolik xizmatlari ishdan sirtqi
halisan halda zor fidakarlık gösterip pidaylık bilen bu faaliyetini yürütmekte. Uygur meselesinin halkaralık bir mesele bu ki davayımızdan teşkilatımızın kesişini her vakitlikten bekraf takaza kılmakta. Uygur davasıga mutaxassisleşken, kesipleşken, seslimlaşkan güç kazandırış bombası bulmaydigan bir takaza. Biz 2017'de DUK rehberlik vazifesini üstümüzge algandan bu yan dünya kurulunun seslimleşiş ve ihtisaslaşışa alaylı güçler kıldık. Biz teşkilatımızı seslimlaştırışta teşkilatlarda insanga, rehberlik indeksemez, nizamnamaga, prinsipka, teslimga indekslik şekilde işleydiğen kılış, teşkilatının mevcudiyetini ve faaliyetini teşkilat rehberlerinin özgürlüğü bilen tesir uçurmaydigan bir sistem kuruş. İhtisaslı işte olsa halkara seviyede kesbi adımla mukum işleydiğen muaşlık hizmetçiler sesini yol koyuş ve onu kengeytişke ehemmiyet verdi. 2017 yılı yeni rehberlik vazife tapşırıp alganda dünya kuruluşu hizmet kıldıgan tuluk ve yarım maaşlık kesbi hizmetçilerin sani toplam 4 nefer idi. 3 yıl içinde bu nispet 4 destinin köpeyip yarım ve bütün günlük maaşlık hizmetçi sani bugün 17 nefer yükseldi. Hizmetçi kabul kılış halkara ölçem büyünce ilip verildi. Torlarda, sosyal medyalarda məxsus hizmetçi kabul kılış kirip iltimas kuzuluş için namazdaşlar içinden intervyu kılıp tallaş arkalık hakiki ihtisaslı kadınlarını tallap çıktık. Şundaklı Uygur yaşları içinden tallaşka ve yaşlaştırışka alayda ehemmiyet verdik. Halkara fırsatlardan vaktida ve önümlük faydalanış davayımızı dünya siyasi bivas tesir gösterildiğin siyasi merkezde güçlendiriş ve bu merkezde seslimlik aldı elip veriştirişçilik gösterdi. Bu sebepten bu 3 yıl içinde dünya kurultuyu Münih'indeki merkez işhanısının sırtıda Berlin'de, Brüksel'de, London'da, Washington'da iş beceri işgallerini tesis kıldı. Aldığımızda İstanbul'da ve Paris'de beceri işhanısı etişinin tayarlık hizmetlerini yapmakta. Bunun başka DUK terkili teşkilatlarının kesbilişi ve bu teşkilatlarının özüre hemkarlıklarını güçlendiriş cihetinde zor ilgirleşler konu geldi. Mesela Dünya Kurulu terkili teşkilatlardan Dünya Kurulu'nun hemkarlışı bilen Avrupa'da Norveç Uygur Komünitesi, Uygur Adalet Arşivi, Japonya Uygur Cemiyeti, Kanada Uygur Hakları Lobi Programısı, Amerika Uygur Erkek Teşkilatı, Uygur Kişilik Hukuk Programısı məxsus muaşlık kesipleşken hizmetçiler tüzümünü yol koyuşan teşkilatlar cümlesindir. Bu teşkilatlardaki mutaxassisler ve kesbi adamlar özüre hizmet taksimatı kalıp hemkarlık asasında kesbi seviyede, halkara seviyede faaliyetlerini hemkarlık için tepkir ediyor. 13. İktisadi kurumunu güçlendiriş diyetlik faaliyetler. Teşkilatlarını kesipleştiriş ve sistemleştiriş hizmetinin en asaslı açıkçı iktisat verip takışıdır. İktisat asası güç olmayan her temde kuruluş mükemmel teşkili asas kuranmaydı. Üzlüksüz terakkilici zor. Şuna DUK fondunu güçlendirişe alayda ehemmiyet verdi. 2018 5. ayında başlayıp Uygurluk bedeli çakırı ilan kıldık. 18 yaşını aşkın bütün vatandaşlarımızda Uygurluk bedeli tapşırıp DUK'nun faaliyetlerini maddi cihetten kollaşını talep kıldık. Ama bu çakırımız ilan kılınış bilen biz az bulmayan hakaretlerge, hücumlarga, böhtanlarga uçurduk. Ama tüz bitmedik. Avrupa, Şimal Avrupa, Asya, Tinç Okran rayonlarında her bir 18 yaşından kişiye 5 dolar Amerika doları. Türkiye Orta Şerif devletleri 3 dolar. Orta Asya devletleri 1 dolarlık Uygurluk bedeli tüzümü yol koydu. DUK fondu her kaysi devletlerde özünün vekillerini tesis kılıp Uygurluk bedeli toplaş işini elip bağdı. Kurultay vekilleri 10 dolar. Kurultay rehberleri 20 dolarlık bedel yol koyuldu. İnternet arkalık iyanı kabul kılış. Məxsus programlar için karxançılar, servet sahiplerine müracaat kılıp yardım toplaş. Halkara fonlarga projektlik layihelerini sunuş. Məxsus iyan yığış faaliyetlerini ulaştırış. Katarlık usullar bilen DUK'ni iktisadi aciz hatta kızıl rakam halkının ma'lum derecedeki ihtisası asaslı teşkilat halıga elip gelindi. 2017 11. ayda 6. nöbetli kurultay açılganda NED'nin Demokratik İliştiriş Fondu'nun Dünya Kurultay Projekti ajratkan maliye sırtıda Dünya Kurultay Fondu'nun içi kuruklu bopkanmay DUK maliyesi 9.000 dolar minus kızıl rakam bilen bu vazifini tapşırıp ağan edik. Ötken 3 yıldan bu yan NED'nin Dünya Kurultay Projekti ajratkan pulunu üstlüksüz aşırdık.
2017 yılı 195 bin dolarlık yardımını 2018 yılı 350 bin dolar. 2019 yılı 380 bin dolar. 2019 yılı Dünya Kurultayı Demokratiya mükafatını algandan keyin 2020 yılı bırakla 445 bin dolarga çıkarttık. NED'den ötken 3 yılda algan umum mali yardım 1 milyon 370 bin dolar. Uygurluk bedeli, İANE, Halkara fondlarda yığılgan maddi yardım toplam 1 milyon 50 bin dolar. Demek ötken 3 yıl içinde duk maliyesi kirgen umum pul 2 milyon 420 bin dolar bulup muşu iqtisat bilen yukarıda etip ötken iştahını yani bir devlet, hükümet kılışlık iştahını kılışka kirişip geldik. Yukarı o 7 nefer xadimning maaşı 5 devletdeki işxana Londondaki Uygur Mahkemesi, Dünya Kurultayı TV'si başka faaliyetlerinin çıkımı ve Uygur Sotu için gidilgan 355 bin euro, 400 bin dolar yakın pul, del muşu pullardan çıkım kılmakta. Ben bu münasebetle bir yerde şunu alaydı eskertip ötümem, muşu Uygur teşkilatlarımız, muşu yığın katlaşkan mutlak köp kısım terindaşlarımızın bunun da töpüsü var. Uygur Sotu için 180 bin dolar pul Uygur teşkilatlarından Dünya Kurultayı'na yardım kılındı. Bu mu şu pulların içinde? Ben münasebetle Dünya Kurultayı'na maddi yardımda boğan isimlik isimsiz barlık vatandaşlara çeksiz hürmet ve rahmetlerimi bildirmek. Hem de bu faaliyetlerini kıran ikenimiz nurgulluğun bizde mi kamçilikler sadır oldu. Özümüzde mi tenkit kılışını bilişimiz gerek. Biz yukarıdaki bir kadar faaliyetlerini etpagan bolsak mı ama hizmetlerimizde nurgulluğa yetersizliklerinin vücut çıkaranmagan mühim hizmetlerinin barlığını itiraf kılmay turalmaymiz. Bularning bir kısmı bizden irademizden sırtıda bolsa-mı, yeni bir kısmı tirishchanlik ko'rsatsak, g'ayrat qilsak, yo'llarni izlasak tamamen mümkün bo'lgan ishlar. Birinchi, yuqorida Birleşken Devletler Teşkilatı to'xtaldik, ama Birleşken Devletler Teşkilatı'da to'liq muvaffaqiyatli xizmat qildik deyolmaymiz. Chunki xalqimiz uchun muhim bo'lgani jarayon emas, natija. 21. asrlik en çok facia erkek kırgınçılık biz buratkan bir mezgilde Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de tekçi mehsus ciddi bir müzakere yığını Uygurlar hakkında ciddi yığın ötküzülmedi. Kişilik Hukuk Kengişi'den bir karar çıkmadı. Bu hakta hareketlerini yapadık. Kişilik Hukuk Kengişi'ye azı 48 devletten en altı ağzında 16 devletin ortak karar bulmayı bundak bir yığın orlaştırış bulmaydıken Şunun biz hazırgıca bizim destekleydiğin çünkü bu devletler kıtalarga bölüngen boğanlık için bu 16 devlet kıtalarda, Afrika kıtasında, Asya kıtasında, Latin Amerika kıtasındaki devletlerini Xitaylar setip alğaçqa bu cihette acizlik kıldık. BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarı Müstakil Tekşürüş Heyeti'nin Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılışıcı hazırgıca amelga aşmadı. BDT Başkatibi Antonio Guterres hazırgıca Dajjalagir meselesinde aniq bir bayanat bererligini yok. BDT Bexatarlik Kengişi'de 2 qatim bu mesele kun tartibga keldi. Germaniya, Amerika'nın oturup koyuşu bilen. Bu haqda Dünya Kurultayı köp hizmetler işildi. Ama Xitay ve Rusya'nın nimsilen bir karar elinmedi. Ama bu elbette bizning irademizning sırtıda boğan avallar bolsa mu bu haqda davamlı gerek gayretlerimizni yeterlik bo'ldi diyemeymiz. İkinci, Avrupa İttifakı a'zo devletlerinin mutlak kısmı Birleşken Devletler'de Xitay hükümetine karşı ceza lagırını takaş hakkında birleşim bayanatı imza koygan bolsa mu? Ama Avrupa devletlerinin Amerika okşaş emniyet kadem besilmedi. Bunun da Avrupa İttifakı'nın motoru boğan Germaniyanın iktisadi, ticari menfaat bedeli pas bereket kılışının rolü çok oldu parayız. Xitay Amerika Türk soğuduruşunun Avrupa özgü menfaat çıkış hareket kıldı. Bu 21. asırdaki erkek kırgınçılığını toktuşta emniyet kadem alamağanlıklarının mühim sebep oluşu mümkün. Elbette bunun yanı türlü sebepleri var. Bu cihette Dünya Kurultayı ve Avrupa teşkilatlarımız yeterli derecede hizmet kılamadık. Rolümüzü soluk cari kıldıramadık da oylayım. Bu bizden bununki hizmetlerimizde ciddi oynayışı değişiklik mühim noktalar. Üçüncü, Şarkı Avrupa devletleri, Latin Amerika'sı ve Afrika devletlerinde asasen hiç bakmadık. Dünya fakat Amerika, Avrupa diğerlik emez. Xitay bugün bütün iktisadi, diplomatiya gücünü silip bu devletlerde özünün tesir dairesini kengaytıp elbette bizden hazırki mevcut imkaniyetimizde biz için tolumu kıyındek bulundu. Ama şunu iskilişimiz gerek ki biz milli davayımızdan ahir maksatını devlet kuruş, müstakilliğini kolga alış,
Bu devletlerin işini çekiş, bizden kılmakçı olan bu devlet kuruş maqsadimizni sevishtirganda fakat hiç qiyin mesele emas. Bu mu bizden ciddi oynayışlık tegishlik, aldığımız tegishlik meselelerinin cümlesinden. Dördüncü, İslam dünyası hazır küçükte. Demez, hatta mutlak yok kısmı Xitayning qo'llashini tutmoqda. Xitoy yalnız Sharq Turkiston xalqiga emas, muqaddas dinimiz islomga urush ochgan bir vaziyatda. İslamning muqaddas qimmat qarashiga oshkor hujum qilmoqda. 2018 yılı 11. aydaki Milliy Kengashda bu noktada nuqtaliq muzokara qilinib, bir qator xizmatlar boshlangan bo'lsa-mu, uzluksiz joriy qildiranmadik. İslam konferans örgütü teşkilat bayanlarda Xitayni qo'llash pozitsiyasi tutib keldi. Bu jihatda biz xizmatlarimizni joyida yeterlik elib bordik diyolmaymiz. Çekildiğin nurgun işlerini çekemmedik. Tegishli nurgunga işlerini kılamadık. Bu mu bizni ciddi oylandırdıgan ve bunun keyin bu haqda ciddi qadamlar erişimiz. 5. İşki hizmetler, teşkilatlar dairesinde bir kısım hizmetlerini taz yaxshi yaparamadık. Bunun da birinci, milli davayımızda ayollarning rolü mühim idi. Vatan ve içi sırtdaki nüfusumuzun yerimden köprüsüne hanımlar teşkil kıldı. Hanımlarımızın davadaki açıkçalığı yılların üstünden yukarı bolsa-mu, ama yılın nispet cihetten az. Bunun da başlık teşkilatlarımızdan ayılarla hizmeti yeterli kömür bölenmesi gibi sebep oldu dep oylayman. Ama cezalar girmesizde dünyanı paketler bilen teminleyenler asasen hanımlardır. Abiyatı ben tığı ötüp ketkenlerin içinde Ömer Bekir'den başka emez hanımlar. Bular yeterli derecede yardım kılamadık, kömür bölenmedik, bularının rolünün toluk paylanmadık. İkinci, bugün Uygur ayarları düşküvattan zulüm 21. asırda bütün insanlık için zor bir facia. Ama halkaradaki nurgun ayarlar teşkilatı, feminist gruplarının bu faciaya süküttürvatkanlığını görüvatımız. Eğer biz hanımlarımızın teşkillep, ayarlar hareketini güçlendirelisek, feminist teşkilatlar bile yaxşı alak kılalıysak, dünyada 100 minlerce ayarlar kozlayalışımız mümkün. Ayarlar, dünyadaki ayarlar kozgalsa dünya kozuldu. Bu Xitayning çöküşünü keltirip çıkışı mümkün. Üçüncü, yaşlar hareketi yeterli hizmet işleyemedik. Bugün çetellerdik nüfusumuzun mutlak yok kısım yaşlar. Nurgun potansiyellerimiz var. Bular keyinki vaqtlarda aktivçalığını jari qildirib, bazıları yalnız ve öz aldığa, bazıları kolu itibariyle her xil faaliyetlerini qilyotidi. Bularni yetaklash, bular o'tirish koordinatsiya aloqani to'g'ri kuchlantirish xizmatlarni da ko'p masalalar mavjud bo'lib keldi. Bu jihat xizmatlarmi oldimizdagi bizim kitobdan buni kuchlantirish suriyatda tug'ilgan xizmatlar. Dördüncü, teşkilatlardaki hamkorlik. İşbirlikte 2020 yılından bu yan zor ilgileşler maylık geldi. Biraz ilgili dep ötkenlikte 95% teşkilatlar numara aslında birlikte hareket yaratıldı. Ama bunu teknik güçlendiriş, sistemlaştırış, koordinasyonunu güçlendiriş, alakını güçlendiriş için yani bir kısım hizmetler ciddi gerek. 5. Teşkilatlarımızı keskinleştiriş jihatda ötken yıldan bu yan bir qator hizmetler işlendi ama yeterli emas. Hukum işxonasi, hukum işleydigan kasbiy xodim bo'lmagan teşkilatlar bilan bugungi da'voning ehtiyojini chiqib to'g'ri bo'lmaydi. Çünkü her qaysi devlet teşkilatlardaki bu mesele ciddi hal qilinishi kerak. Bunun için bunun bir uchi emas, asosli uchi iqtisod bir taqildi. Sonunda bugün hazır biz için yaxshi bir fırsat. Uygurlarga staj tarix ko'rib bakmagan bir vaziyette bu fırsatni için tutup hareket qilsak, her bir teşkilat en az bir işçi kasbiy xodimni ishxona tutup işxona meselesini tamamen hal qilib ketadigan imkoniyat var. Hiçbir yerden tatmis bilen aldığımız kelmaydi. İzdinish, işlerini çekiş gerek. Nurgulg'an xalqaro fondlar var. Ularga murojaat qilishimiz kerak. Projeler için iltimos sunishimiz kerak. Bu xizmatda hozirgacha yaxshi ishlanmay keldi. Dünya Kurultayı bunundan keyin buni mühim bir kun tartibida Dünya Kurultayı terkili teşkilatlarını bu jihatda yeteklash, ularni kasbiylashtirish işlerini çim tutishlaydi. Şunu alayda eskartib o'tishni uygun ko'ramiz ki herkes birbirimizning yo'lini to'smaydi, qizg'anmaydi. Bugun shunchalik xalqaro fondlar bor, agar biz ishni cheksak, bütün Uygur teşkilatlarga maddiy yordam beradigan imkoniyatlar bor. Agar har qaysi teşkilatlar yeterli faoliyat ko'rsatgan, ishni qamlashtirib qilgan, hiç başka iş ve bu işi kılıçta iktisat tepiş mümkün. Biz bunu tecrübe kıldık ve netice geliştik. Biz de ötken hafta Dünya Kurultayı 2021 yıllık faaliyetimiz için okşaş bulmayan xalqaro 4 fonduga toplam 1 milyon dolarlık proje sunduk. Elbette bunun kaçlığı kabul kılındı, aldığımız günlerde görürüz. Bunun da başka ne? Uşak düşek, nurgun kemçiliklerimiz, severliklerimiz, insani münasebetlerde nimemiz bu ötti. Bunu
sizlarning baholashinglarga birozdan keyin o'tirib qo'yishinglarni talab qilamiz. Endi hozir davom qilayotgan oldimiz xizmatlar. Bizning davoyimizning oxirgi maqsadi davlat qurish. Milliy mustaqilligimizni asliga kelish. Bu vaqtda bütün tashkilotlarimiz o'xshash fikrda. Buningga o'xshamaydigan fikrlarda bo'lgan bir tashkilotlar yo'q. Hozir ko'tarib yurgan ayulduzlik ko'k bayrog'imizning o'zida mustaqillikning bayrog'i. Bu bayroqning mohiyatini xalqimiz biladi. Hozir chet el hukumatlari va siyosatchilarimi asosda bilyotdi. Bu bayroqni ajdodlarimiz avtonomiya uchun loyihalanmagan. Vatan ichi va sirti ilib berayotgan barliq kurashlarning, harakatlarning hammasi negizdan bu maqsad uchun xizmat qildi. Xitoyning yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi Sharq Turkiston vaziyatini, Amerika boshliq bir turkum g'arb davlatlarining Uyg'ur vaziyatiga bo'lgan tunishining cho'nqirilishini, bizni Sharq Turkiston mustaqillik irodamizni o'tirib qo'yish va buning uchun zarur bo'lgan qonuniy jarayonlarni başlayışımız kerakligini gösterdi. Bunun da birinci, Sharq Turkiston mustamlik qilingan bir tuproq bo'lganligi biz uchun bir haqiqat. Ammo buning dunyo uchun bir haqiqat ekanligini qonuniy, tarixiy, siyosiy jihatdan isbotlab chiqish, bu orqali dunyoga Sharq Turkiston mustaqil bo'lishining haqqining borligini qabul qildirish bir haqiqat. Bu vaqtda ba'zi xizmatlar 2020-yil 5-oydan boshlandi. Maxsus bir guruh qurib, dastlab tekshirish dokumentlari tayyorlandi. 2021 o'tgan oyda, ya'ni 12-oydan boshlab bir qism tarixchi, qonunchi siyosatchilarimiz, chet ellik mutaxassislarning qo'shilishi bilan bir guruh tashkillanib, bu xizmat rasmiy boshlandi. Bu xizmatlar konkret mazmuni yo'q, ichi quruq, takal mustaqillik shuarlaridan tubdan tarqalindi. Biz davlatni Facebookda, YouTube'da emas, Sharq Turkistonda qurishimiz, bayrog'imizni Facebookda emas, vatan tuprog'ida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde esişimiz gerek. Bu jihatdagi irodamizni va va'damizni 2018 yili 11 ayının 6 günü BDT'nin oldidagi maydonda bütün dünya matbuotlarının oldida necha ming kishi qatnashgan so'ng namoyishda aniq va keskin qilarliq jakalagan edi. Endi buning qonuniy jarayonlarini faktlar bilan, hujjatlar bilan dokladlashtirishga boshladik. Bu xizmat ishlanadi, oldimiz davomli uchun. Bunun da başka ikinci, bu doklad tayarlangandan keyin yoki bunun paralel yolda devlet kuruş programlarımızı tuzishimiz gerek. Devlet şuar bilan qurilmaydi. Bunun için bu devletde bir devlet buluşturuştuk barliq qonun tayyorliqlarini işlashimiz gerek. Hatta gelecek cumhuriyetimizin asas qonunun loyihalarini tayyorlab chiqishimiz gerek. 2005 yılında Dünya Kurup tarafından ilan qilingan Mühim kitapnamasini 2018 yılı Menik Kengeş'te qaytadan ko'zdan ko'chirib chiqqan edik. Bunun içinde yanımı toluqlaşımız gerek. Bular için xalqarалық mutaxassislarni, tadqiqotchilarni, avukatlarni, tarixchilarni, diplomatlarni taklif qilib ish to'g'ri kelyapti. Bu oson xizmat emas, ammo hozirdan boshlasak bir qancha yil ichida tamomlay olamiz. Uchinchi, biraz avval kamchiliklarimiz planlagan konkret ish haqida to'xtalgan edim. Bu yil oldimizdagi yilda vaqtni tutib tövendeki bir qator konkret ishlarni berishimiz kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı hizmetlerini güçlendiriş, hukuk kengişide məxsus Uyghur meselesi müzakere kıldıgan ciddi yığın etişini kabul yaptırış, BDT başkanlığının söz kolluğunu buzuşturuşumuz gerek. Avrupa Parlamento'daki hizmetlerini güçlendiriş, ciddi lobicilik faaliyetleri tarafı Uyghur erkek kırgınçılığını Avrupa Parlamento tarafından resmi erkek kırgınçılık deyip kabul kıldırış, Uyghur dostluk grubunu kengaytip kurup çıkış. Üçüncü, Avrupa İttifakı Xitay oturusida ketishgan ammo texi rasmiy ijro qilinmagan o'zaro rasmiy selish to'xtamini amaldan qoldirish uchun harakat qilish kerak. To'rtinchi, Amerikaning yangi hukumati bilan bo'lgan ishbirligini kuchlantirish kerak. Burungi hukumatlarda Amerikadagi do'stlarimiz, tashkilotlarimiz olsun, dunyo qurultayisining ishbirligi bo'lgan, endi yangi rahbarlar bilan bu qurish xeli jafoliq bir xizmat. Buni jiddiy olib berishimiz kerak. Beshinchi, Avrupa İttifakı va hozirgacha işkin çekemligen devletler, bu Şarkı Avrupa devletleri faaliyetlerini başlaş. Bunun için bazı plan programlarını tüzüp başlaş aldıda turvatimiz. Altıncı, İslam dünyası faaliyetlerimizi güçlendiriş. Bunun için teşkilatla ayrımcılığını çağırıp, konkretli plan tüzüp çıkıp, hizmet taksimatı edip veriş ve iş başlaş. Yettinci, Vatikan bilen boğan alakını biz kaydı başlayıp, Papa bilen görüşüş ve Hristiyan dünyasının bu cihetteki aktifçalığını kozgaş. 8. Türkiye hükümeti bulup mu parlamentdeki lobicilik faaliyetlerini güçlendiriş,
Türkiye matbuatı ve ammi teşkilatla boğan alakını güçlendiriş, Türkiye Xitay atırsıki cinayetçini anlaştırış toxtamının parlamentinin ötmesi için ciddi hareket kılış, hazırlıkta ciddi gün tertiplerindeki mesele. 9. Türkiye'deki vatansiz muhacirlerini 3. bir ötkeş için ilk kılıvatkan hizmetlerini küçeytiş. 10. Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatini isbotlash va xalqaro qonunlar bo'yicha ilk bo'lgan xizmatlarni ching tutish. Buningda Uyg'ur sud mahkamasini, chunki bilasizlar o'tganda Angliya parlamentida Angliya sud mahkamasiga shu irqiy ayrıqchilik haqida salohiyatni berish qonuni rad qilindi, ammo bu qayta kun tartibga kelib Biz bugunmi bosh ministerga bir xat avatdik. Chunki Angliya parlamentlarining siyosatining deganimi xalqaro bir qonunchilar tarafidan, tarafsiz sud mahkamasi tarafidan bu e'lon qilinsa, buni Angliya hukumatining qabul qilganligi haqida ko'rishlar qoldi. Shuning uchun bu yerda Uyg'ur sudining ahamiyati texmo kuchlanadi. Buning tayyorlik xizmatlari jiddiy ishlandi. 10 necha ming batlik material taqdim qilindi. Hozir bu 7-8 xalqaro advokatlar tarafidan turlarga aylanib ishlanadi. Abiyat deb o'tgandagidek sudning vaqti 5 oyning 7-10 deb bekitildi. 13. Devletlerinin milli sotlarında Xitay emeldarının cezalaş yollarında hareket kılış. Bu hafta bir qancha devletlerinin milli sotlarında bazı kanunlar varken bunun için bazı hareketlerini yapıyoruz. Bunun en qaysi devletlerini yapıyoratkanlığınızı hazırca yani demesek bo'lar. 13. Beijing 2022 yılı kışlık olimpikni emelden kaldırış için xalqarалық bir hareket başlattı. Bunu ciddi şekilde kanat yaydırışımız gerek. 14. Mecbur emgakni to'xtatish haqida xalqaro harakatni texnik kuchlantirishimiz kerak. 380 tashkilot birlikda bu harakatni olib boryapmiz. G'arb shirkatlarining, Yevropadagi, Amerikadagi va dunyoning ham yeridagi g'arb shirkatlarining bu Xitoy bilan bo'layotgan tijoriy nimasini to'xtatish uchun yolg'iz kuchlik ommaviy harakatlarni, qonuniy yo'llarni, tashkiliy harakatlarni kuchlantirishimiz kerak. 15. Dünya Emgak Teşkilatı, Dünya Savdo Teşkilatlarına müracaat qilish, ularni tadbir elishga istash. 16. Yuqoridan boshqa milliy harakatimizni xalqaro savdo elib berish, mukammal sistemli asos qilish uchun zarur bo'lgan tashkiliy qurilmani kuchlantirish xizmatlarini ching kerak. Tashkillashgan yaramli yoshlar qo'shinining tashkilotga rolini, aktivligini kuchlantirish, yoshlar orasida hamkorlik, aloqalarni kuchaytirishga yordam berish. Bu oldimizgi yillardagi bo'lgan bir masala. Ya'ni balkim oldimizgi yillarda dunyoviy yoshlar uchrashishini chaqirish. Aben degandagidek ayollar xizmatini ching tutish, dunyodagi ayollar, bolalar tashkiloti bo'lgan munosabatni kuchlantirish, shunga mumkin bo'lsa, bu yil ichida dunyo ayollar qurultiyi ya konferens chaqirish. 19. 2022 yili Atyazda Sharq Turkistonda 2018 yilda ochilgan Sharq Turkiston Milliy Kengashining ikkinchisini chaqirish. Buni yalnız Sharq Turkiston tashkilotlari bilan emas, buni bir xalqaro munbar shaklda bir qancha guruhlarga bo'linib, keng doirada xalqaro advokatlar, huquqchilar, siyosatchilar va Uyg'ur tashkilotlari qilib keng doiradagi bir munbar shaklda o'tkazish. Buning uchun ba'zi tayyorliklarni, ba'zi moddiy nimalar uchun xalqarodagi murojaatda bo'lundik. 2021 yilining qolgan bir oyda mush virusdan keyin dunyo qurultiyining 7. navbatli qurultiyini chaqirish. Rahmat, gapim biroz uzab ketdi. Yani 3 yillik faoliyatni 5 minutda deb bo'g'ilib bo'lmaydigan gapkan. Ben gachini to'g'rigan shaklda sizlarga eng qisqa bir shaklda ifodalashtirishdim. Diqqat anglag'anlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat.